Hammaga assalomu alaykum. Hech o'ylab ko'rganmisiz, nimaga masjidlar har xil joylarga quriladi? Misol uchun masjidlarda qurilgan joylari dengizni ustiga ham qurilgan joylari bor ekan. O'rmonni ichiga ham qurilgan joylari bor ekan. Endi yaqinroq kelib yaxshilab joylashib oling. Masjidlar nimaga quriladi-yu, qayerlarga qurilishi haqida bir rivoyat aytib beraman. Bu rivoyatni menga amakimiz To'lqinboy hoji Soliyev aytib bergan. Bu rivoyatda keltirilishicha bir juda katta islom ulamolarini kengashi bo'ldi Misr diyorlarida. Shu kengashda barcha islom olamini ko'zga ko'ringan ulamolari yig'ilishi fatvolar masalasini hal qiladigan kengash ekan bu. Ya'ni hozirgi kunda yangi chiqayotgan kasblarga yoki ish turlariga, biznes har xil yo'nalish bo'yicha fatvo berilar ekanda bu yerda. Shunga yig'ilishib turar ekan bir yilda bir marta butun dunyo ulamolari. Shu ulamolar yig'ilishib majlis o'tkazayotgan joyda bir katta odam so'zga chiqibdi. Islom haqida, biznes haqida, fiqh ilmi haqida rosa o'zini ma'ruzasini qilibdi. Shunda bir olim odam undan turib, "Mumkinmi savol bersam?" debdi. "Mayli, bering" debdi. Degan ekan, "Bir savolim bor edi. Iltimos, shayx, shu masalaga yechim topishga yordam bersangiz" debdi. "Nima masala?" Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bu dunyodan o'tganlarida cho'miltirib, yuvib, kafanlashgan sahobalar, shunaqa qilgan. Shu cho'miltirib kafanlashganda shu yuvilgan suv nima bo'lgan degan savolni beribdi. Men ham hech eshitmagan ekanman, shu amakimiz menga aytib bergan buni. Qaysi suv desa, payg'ambarimizni yuvintirgan suv nima bo'lgan debdi. Haligi odam o'ylanib qolibdi, endi nima qilishini bilmasdan. Katta anjuman, hamma olimlar yig'ilgan. O'ylanib turib, "Mumkinmi bu savolingizga ertaga javob bersam ma'ruzamni davomida" debdi. "Ha, albatta bo'ladi" debdi. Kun o'tibdi, ma'ruza tugabdi, yig'ilish tugabdi, hamma ulamolar o'zini dam olishga ketibdi. Ertasi kuni yana yig'ilish davom etish kerak ekan. Haligi katta shayx ulamo rosa o'ylanibdi. Kitoblarda olibdi, o'qibdi, ashiyatdagi Misrdagi juda katta kutubxonalarda hammasini kirib kechasi bilganki kitobidan tutibdi-da, shu payg'ambarimizni yuvintirgan suv nima bo'lgan degan savolga javob qidiribdi. Hech topolmabdi. Kechqurun 2 rakat namoz o'qib, tahajjudlarda o'qib, Allohdan so'rab, "O'zing yordam bermasang men juda hijolatda qolaman" deb yotib uxlabdi. Tushiga bir odam kiribdi. Odam kirib, "Nimaga o'ylanib o'tiribsan, ey shayx" debdi. Desa, "Bugun men anjuman bo'ldi. Shu anjumanda bir odam shunaqa deb savol berdi. Payg'ambarimiz vafot etganlarida bu yuvintirgan suvi nima bo'lgan degan savolni berdi. Barcha kitoblarni tutib chiqdim kechasi bilan. Hech javob topolmadim" desa, "Yur, seni bir yerga olib boraman" debdi. Tushida bir odam, oppoq kiyimli odam. Keyin olib boribdi. Borsa, uzoqda bir oppoq kiyimli odam teskari qarab turgan ekan. Keyin "Shu odamga savolingni ber" debdi. "Nima bo'lgan?" degan ekan, shu bilan javobni aytibdi. Shayx xursand bo'lgandan mana shunday qilib uyg'onib ketdi. Tursa soat 3 bo'libdi. "Ey Xudoga shukr, javobini topdim. Ertaga endi konferensiyada haligi odam turib savol bersa javob beraman" deb o'rnidan turib tahoratlarni qilib, namozlarni o'qib, shu bilan konferensiyaga tayyorlanishni boshlabdi. Konferensiya boshlandi, ochilishibdi, hamma so'zga chiqibdi. Navbat yana haligi odamga kelibdi, shayxga. Shayx so'zga chiqibdi, kechagi ma'ruzam davomi deb yana islom haqida, islom fiqhi haqida, islom ilmlari haqida rosa ko'p gapirib, so'zlabdi, aytibdi, tushuntiribdi. Shundan keyin yana haligi odam turib, "Mumkinmi savolim bor" debdi. "Ha, bering" desa, "Kecha sizga payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bu dunyodan o'tganlarida yuvintirilgan suv qayga ketganligi haqida savol bergandim. Shuni javobini agar topgan bo'lsangiz bering" debdi. Degan ekan, haligi odam qarab turib, "Topdim buni javobini" debdi. "Qayerdan topdingiz?" degan ekan, "Uni ayta olmayman, lekin javobini aytaman" debdi. "Ayting" debdi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam vafot etganlarida uni yuvintirgan suv bug' bo'lib osmonga uchib ketgan debdi. Yerga tushmagan suv debdi. To qiyomatgacha yomg'ir bo'lib qayerga tomchilab tushsa, shu yerga dunyo tugaguncha masjidlar qurilaveradi debdi. Bu shuni anglatadiki, qayerga masjid qurilyapsa, demak, ashirga bilingki, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamda vafot etganlardagi yuvintirgan suvi shu yerga tomgan bo'lar ekan, rivoyatga ko'ra. Endi haligi odam savol beribdi. "Siz qayerdan bildingiz buni?" debdi.
degan ekan, endi og'zini juplab aytmoqchi bo'layotgan ekan. Maylimi, qayerdan bilganingiz men aytsam debdi. Ayting deb. Degan ekan, siz bugun tahajjud namozini o'qib yotdingiz. Shunda sizni tushingizga bir odam kirdi. Sizni bir oq yaxtali odamni oldiga yetalab bordi debdi. Degan ekan, hayron bo'lib qoptali shayx. Ha, shunaqa bo'ldi debdi. Degan ekan, siz borib so'ragan zot payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bo'ladi. Sizni shu odamni oldiga olib borgan zot men bo'laman degan ekan. Bu olim, ulamo, shayxlarimizni hammasini hurmat qilishimiz kerak ekanki, bir-biriga bog'liqlik bir xislati bor ekanki, Allohim shu ilmlarda yuqtirgan ekan. Menga aytib bergan hoji akamizni ham Allohim o'zi umrlarini ziyoda qilsin, ilmlarini ziyoda qilsin. Shu voqea yoqqan bo'lsa, sizlarni biliminglarga ozgina bilim qo'shgan bo'lsa, shu To'lqinboy hoji Soliyevni duo qilib qo'yasizlar.